Quruluş vaqti 80-ci illəri, 90-cı illəri bo'lgan şovchilardan öy yağan do'stlar balkim o'ylayotgansizlar. Bizning şovchini qachon chaqidi? Qaysi vaqtida bizning şovchining ahvoli o'zgaraydi deb. Men bugun sizlarga amaliy bo'layotgan bir plan olib keldim. Agar qiziqsangiz, yurak berib qo'shib olgandan keyin davomli ko'ring. Jo'jang o'lkasi, Hangzhou shahrida 548 aholilik bir o'ltiraq rayonda bütün aholi har birisi 1 milliondan pul chiqarib, jami 548 million pulga bu şovchini o'zgartib salgan. Bu şovchini o'zgartib salgandan keyin Gaochang holati chiqadi. Mashin to'xtash maydoni yer ostida bo'lib, ommaga qulaylik bo'ladi. Aholilarning turmush sifati texmi yuqori ko'tariladi. Atrofdagi savdo ehtiyojiga fursatlar hozirlanadi. Agar siz hukumatning siyosatiga qarab tursangiz, balki ma'lum vaqt ketishi mumkin. Bu planni qaror qilish huquqi sizning qo'lingizda. Agar siz bu shovchini o'zgartirishga plan tuzsangiz, siz bunga qo'shilamsiz. Inkas rayonida so'z qoldiring. Meni qo'shiling. Men do'stingiz Ablis, uyimlik to'g'riliq, qarz to'g'riliq, har xil eng yangi siyosat xabarlarini vaqtida aniq anglaysiz.